Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli aziz obunachilar, musofirdagi yurtdoshlar, mana navbatdagi darvozamizni yana Tojikiston Respublikasi Ispara shahriga kelib o'rnatib berdik. Bu darvozamiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'tadigan bo'lsak, darvozamiz listlari 1.8 2 qavatli bo'ldi. Lazer listli darvozamiz, ko'rishingiz mumkin. 3 qanotli bo'ldi. Eniga 480, balandligi 430 ga ochilmaydigan joylari xudo xohlasa ko'rishlaringiz mumkin. Faqat noodatiy holatda tashqariga ochiladi katta qanotlari, kichkina eshigi ichkariga ochiladi o'ng qo'lga. Nalichkalari bilan qilib bergan. Nalichkalari bilan hisoblasak 570 ga bo'ldi. Balandligi 480 ga bo'ldi. Mana ko'rishlaringiz mumkin, juda ajoyib. Mana bunaqa joylarga nerjiyumkalar yopishtirib berganmiz. Faqat salafanni ko'chirmaymiz ekan. Ko'rishlaringiz mumkin. Xudo ideal holatda bo'ladi, xudo xolasa. Mana bunaqa joylarga ruchkalarini qo'yib berganmiz, ruchkalariga nerjimkalarni yopishtirib berganmiz, chiroyli qilib. Zamoklarimiz har doimgidek zo'bir zamok. Ochilib yopilishlariga ham garantiya berilaveradi, xudo xolasa. Orqa tomonlari, orqalari tekis bo'ladi. Mana bunaqa joylar sentr zamokdan qo'yib berganmiz. Kimgaki sentr zamok bo'lsa, sentr zamok. Bular ideal holatda. Kimgaki shunday darvozalar qiziq bo'lsa, albatta kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirishlaringizni so'raymiz. Obuna bo'lmagan obuna bo'lasizlar degan umiddamiz. Mana bu darvozamiz общий summasi 2,5 ming dollarga kelib o'rnatib berdik. Bu 2,5 ming dollarga nimalar kiradi deganda, bu darvozani o'zimiz mana bunaqa joylariga lazerdan portishkalar qilib berdik. Mana 4 ta portishkasi yo'q, mana bunaqa joylarda kichkina eshikchasi bor. Eshikchalari ham juda ajoyib, bir xil holatda bo'ldi. Ruchkalari, zamoklari hammasi. Stoykalar hatto 8x8 darvozalar stoykasidan bo'ldi. Hurmatli aziz obunachilar, kimgaki shunday bir qavatli, 2 qavatli, xuddi shunday high-tech fasolli darvozalar qiziq bo'lsa, albatta quyidagi nomerlarga bemalol bexijolat telefon qilishlaringiz mumkin. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar degan umiddamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, Allohga omonat bo'linglar.